Odamlar nega tradingga kirishadi? Qani aytingchi, odamlar nega tradingga kiradi? Nega Instagramda ko'rgan bir videodan keyin bir zumda trader bo'lib qolamiz? Sababi oddiy. Pul kerak. Chunki real hayotda imkoniyatlar juda kam. Ish haqi arang kunlik ehtiyojlarga yetadi. Narxlar o'sib ketgan, lekin oylik hali ham o'sha joyida. Ko'pchilik yigitlar kelajakdan umidini yo'qotgan. Qizlar o'z biznesini boshlashni xohlaydi, lekin kapital yo'q. Ana shu vaqtda Instagramda uyda kompyuterda telefon bilan o'tirib 5 minutda $100 topdim degan video chiqadi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bu sizni jalb qilmaydimi? Albatta jalb qiladi. Chunki bu juda oson yo'l, tez boyish umidi. Odamlar tradingni ishlamay, tinmasdan harakat qilmay ochko yutib oladigan o'yin deb ko'radi. Aslida esa bu professiya. Trading bu hunar. Uni o'rganish kerak. Psixologik tayyorgarlik kerak. Ko'pchilik tradingni tanlaydi, chunki bu ularga erkinlik, boylik, qulaylik olib keladigandek tuyuladi. Lekin kimdir bu yo'lni orzu bilan boshlaydi, kimdir esa umidsizlikdan boshlaydi. Shunchaki oxirgi imkoniyatim shu bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Bu yerda muammo odamlar sabr qilishni xohlamaydi, o'rganishga vaqt ajratmaydi. Hammasi tez bo'lishni xohlaydi. Mana shu xohish tradingda eng birinchi yo'qotish sabablaridan biri bo'ladi. Shuning uchun bu yo'lga kirgan odamlar avvalo o'zidan so'rash kerak. Men sabrli odammanmi? O'rganishga tayyormanmi? Zarar ko'rsam yig'lamay saboq olamanmi? Agar bu savolga rost javob bersangiz, ha, kirishingiz mumkin. Aks holda bu siz uchun yo'qotish yo'li bo'lishi mumkin. Trading o'yin emas. Bu o'zini boshqaradigan odamlar uchun yo'ldir. Trading o'zi qanday soha? Ko'pchilik odamlar tradingni hali ham to'liq tushunmaydi. Ba'zilar uni qimor deb o'ylaydi. Boshqalar uni passiv daromad manbai deb bilib kiradi. Aslida esa trading bu soha. Trading degani bu biror aktivni, valyuta, aksiya, kriptoni arzon narxlarda olib, qimmatga sotish orqali foyda qilish. Tushunarli qilib aytaman. Bozordan kartoshkani 10 ming so'mga olib, 15 ming so'mga sotib, orada 5 ming so'mni olish. Farq shundaki, bu ish onlayn platformada, grafik orqali real vaqtda qilinadi. Lekin bu yerda pul qilay deganlar ko'p, imkoniyat faqat katta. Shuning uchun raqobat ham zo'r. Xuddi ringga chiqib, har kuni professional bokschilar bilan jang qilgandek. Asab kuchli bo'lmasa, 3-raundga ham chiqa olmaysiz. Tradingda har bir qaroringizda matematika, statistika, psixologiya bo'lishi kerak. Bu yerda omad bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Bugun yutgandek tuyuladi, ertaga 3 barobar yo'qotishingiz mumkin. Bu soha sizni sinaydi. Sabrlimisan, sovuqqonmisan, rejang bormi deb savol beradi. Kim ha deb javob beradi? U sekin-sekin o'sadi. Kimdir yo'q deydi, lekin baribir kiradi va natijada ko'p pulini yo'qotadi. Trading bu shunchaki pul emas. Bu fikrlash tarzingizni o'zgartiradigan, ichki dunyoyingizni tarbiyalaydigan soha hisoblanadi. Kim buni to'g'ri tushunsa, foyda qiladi. Kim shunchaki oson yo'l deb kirsa, xayrlashib chiqadi. Trading bilan boy bo'lish mumkinmi? Boy bo'lishni kim xohlamaydi, to'g'rimi? Ayniqsa o'z yo'lini o'zi tanlayotgan, internetdan foyda ko'rayotgan davrda. Endi savol, trading bilan boy bo'lish mumkinmi? Ha, boy bo'lish mumkin, lekin bu yerda ikkita katta lekin bor. Birinchisi, bu yo'l tekin emas. Ikkinchisi, bu yo'l tez emas. Ya'ni siz bugun telefoningizga ilova o'rnatib, ertaga $1000 topaman deb o'ylasangiz, adashyapsiz. Trading bu marafon emas. Har kuni grafik yozib, har kuni o'z xatoyingizni yozib saboq chiqarib, shunda asta-sekin pul topasiz. Birinchi oyda yo'qotasiz, ikkinchi oyda o'rganasiz, uchinchi oyda yana yo'qotib, oltinchi oyda sabr bilan davom etayotgan odamlar keyin foyda ko'rishni boshlaydi. Boy bo'lgan treyderlar bormi? Albatta bor, lekin ularning orqasida 3-4 yillab sabr, yuzlab yo'qotilgan savdolar, o'qilgan kitoblar, tahlil qilingan jurnal va eng muhim psixologik kuch yotadi. Ko'pchilik esa buni ko'rmaydi. Ular faqat natijani ko'radi. Mana u yigit Porsche haydab yuribdi. Demak, tradingi zo'r. Lekin undan hech kim so'ramaydi. Necha marta pul yo'qotgan, necha kunlab uxlamay chiqqan. Tradingda boylik keladi, lekin sabr bilan.
Siz ertalabdan kechgacha telefon ushlab o'tirgan bo'lsangiz ham, agar boshida reja bo'lmasa, bu vaqt emas. Bu bekorchilik xolos. Agar siz bu sohaga haqiqiy hunar deb qarasangiz, o'rganishga vaqt ajratsangiz, sabr bilan harakat qilsangiz, bu sizni boy qilishi mumkin. Lekin agar siz faqat boy bo'lish deb kirgan bo'lsangiz, bu sizni faqat yo'q qiladi. Chunki bu yerda omad bilan emas, aql bilan ish yuritiladi. Endi eng muhim savollardan biri: odamlar nega tradingga shunchalik ishonadi? Nega bu sohaga kirishdan oldin ham odamlar o'zini allaqachon millioner deb hisob qilib oladi? Sababi bor. Biz ekranda ko'rgan narsalarimizni haqiqat deb qabul qilamiz. Instagramda bir bola telefonini ushlab, kofe ichib savdo qilayotganini ko'rsak, bizga shunaqa tuyuladiki, bunaqa pul qilish juda oson ekan-ku. Instagramda dollar sanab o'tirgan yigitni ko'rsak, men ham shunaqa qilsam bo'ladi-ku degan fikrni o'ylaymiz. Reklamalar shunaqa qilinganki, sizni o'ziga tortadi, ishonch uyg'otadi. Qimmat mashina, iPhone 15 Pro Max, katta foyda olingan bitimlarni ko'rsatishadi. Lekin bu real hayotda emas. Bu kontent. Ko'pchilik shunaqa kontent asosida qaror qiladi. Bu juda katta xato. Yana bir sabab, odamlarda umid bor. Umid yomon narsa emas, lekin ko'r-ko'rona umid xatolik. Pul kerak bo'lgan odamlar har qanday boylikka olib boruvchi yo'lga ishonadi. Ayniqsa, agar bu yo'l tez, oson, uydan chiqmay turib bo'lsa. Bu odam pul topayotgan bo'lsa, nega dars berib yuribdi? Nega shuncha pul topayotgan odam hali ham signal sotayapti? Kurs sotayapti deb odamlar o'ylab ham o'tirmaydi. Shuni tushunish kerak. Ekran ortidagi hayot faqat montaj va effekt. Siz tradingga ishonishingizdan oldin faktlarga e'tibor bering. Bu odamda real natija bormi? Haqiqiy foyda qayerdan kelyapti? Agar bu savollarga aniq javob topa olmasangiz, unda shunchaki video asosida ishonish o'zingizni aldash bo'ladi. Aldovchi kurslar. Ana endi aynan shu hammamiz duch kelgan mavzu, kurslar haqida gaplashamiz. Internetga kirganingizda har qanday joyda reklama chiqadi. Biz bilan bir oyda trader bo'lasiz, kurs o'qing, boy bo'ling. Oxirgi 5 ta o'rin qoldi. Qiziq, bu nima o'zi? Futbolchimi bu kurslar yoki transfer oynasidami? Ko'pchilik odamlar aynan shunday kurslarga pul to'lab umid bilan borishadi. 300, 500, hatto 1000 dollar to'laydi. Kurs boshlanadi. 2 hafta davomida qanday platforma ochiladi, qanday tugma bosiladi, shular o'rgatiladi. Lekin eng kerakli narsa, nima uchun savdo qilamiz, qanday strategiya tanlaymiz, psixologik muvozanatni qanday ushlab turamiz. Bularni hech kim aytmaydi. Ko'pchilik ustozlar o'zlari trader emas, kurs sotuvchisi. O'zida esa natija yo'q, lekin marketing zo'r. Mashina ijaraga, soat ijaraga, hisob raqami esa demo hisoblanadi. Ustozlik qilib, odamlarni ishonchiga kirib, aslida o'zi kursdan daromad qilayotganlar bor. Haqiqiy savdodan emas. Kurs olishdan oldin shu 3 ta savolni o'zingizga bering. Bu odam o'zi savdo qiladimi? Real hisob ko'rsatdimi? Hozir kurs sotayaptimi yoki signal? Agar bu savollarga javob yo'q bo'lsa, pulingizni ham, asabingizni ham saqlab qolgan bo'lasiz. Ko'pchilik nega pulini yo'qotadi? Odamlar tradingga umid bilan kiradi, lekin bir oydan keyin aka, pulim yo'q bo'lib qoldi deb yozishadi. Bu odam nimani noto'g'ri qildi degan savol tug'iladi. Birinchi sabab rejasizlik, ya'ni odam savdoga kiradi, lekin nima uchun kiradi bilmaydi. Shunchaki grafik harakat qilyapti, boshqalar olgan yashil bo'ldi, mana bu coin yoki instrument tepaga ketdi degan mishmishlarga ishonib kiradi. Rejasiz savdo bu ko'r-ko'rona yugurish. Ikkinchi sabab ochko'zlik. Yangi boshlagan odam 5 dollar foyda qiladi. Shunaqa quvonadiki, endi bor pulini katta savdoga qo'yadi. Yana 50 dollar qilsam bo'ldi deydi. Lekin grafikka qarshi yuradi. Natijada pul yo'q bo'lib ketadi. U qizishadi, yana kiradi. Unga endi pul emas, yo'qotgan pulni qaytarishim kerak degan fikr muhim bo'lib qoladi. Bu esa tradingdagi eng katta xatolik, revenge trading deyiladi. Uchinchi sabab riskni tushunmaslik. Odamlar bor budini savdoga qo'yadi. 100 dollar bormi? To'liq savdoda 10 marta ketma-ket noto'g'ri chiqsa nima bo'ladi? Pul yo'q. Professional traderlar esa doim riskni bo'lib ishlaydi. Har bir savdoda atiga 1-2% risk.
Yo'qotsa ham umuman hisob yonmaydi. 4-sabab psixologiya. Odamlar emotsiya bilan savdo qilishadi. Qo'rquv, ochko'zlik, shubha bular hammasi bir joyda aralashadi. Savdoga kira olmaydi, chiqa olmaydi, tahlil qila olmaydi, keyin o'z-o'zidan hafsalasi pir bo'ladi. Ko'pchilik shunchaki tugma bosishni trading deb o'ylashadi. Aslida bu rejali, sovuqqon tahlil qaror qabul qilish san'ati. Kim bunga tayyor bo'lsa, sekin yurib foyda ko'radi. Tayyor bo'lmasa, tez yugurib yiqiladi. Tradingda ko'pchilik qanday aldanmoqda? Ko'pchilik odamlar tradingda pul topmasidan oldin aldanib qoladi. Ha, savdoda emas, kirishdan oldin yo'lning boshidayoq aldanishadi. Qanday bilasizmi? Reklama orqali. Instagramda ko'rib qolganingiz bor. Kursimizda 3 oyda mustaqil trader bo'lasiz. Bizning signal guruhda kuniga $100 topasiz. Bizga ishonishadi. Siz ham qo'shiling. Odamlar esa bu gaplarga ishonadi. Chunki video chiroyli, telefon zamonaviy, fonda mashina, qo'lida dollar, ustida soat, ya'ni hamma narsa go'yo ishonch beradi. Lekin aslida bu ishonch emas, marketing. Natijani ko'rsatishadi, ammo uning orqasida zararni, asabni, muvaffaqiyatsizlikni ko'rsatishmaydi. Odamlar esa unga bo'lsa menga ham bo'ladi deb o'ylaydi. Balki bo'lar, lekin u odamlar sizga qanchalik rost gapiryapti? Natijasi qayerda? Real hisob skrinshotlari bormi? Ko'pchilik signalga pul to'laydi. Lekin signal bergan odam o'zi savdo qilyaptimi? Yana ham yomoni, siz yo'qotsangiz ular javob bermaydi. Siz ularga ishonib kirgansiz-u, ular esa faqat obuna pulini olgan. Bugungi trading olamida ko'pchilik aldanayotganlarning sababi odamlar tekshirmaydilar. Faqat orzu bilan ish tutadi. Shuning uchun shuni yodda tuting. Kimdir sizga tez pul, kafolatli foyda, 100% natija desa, bu odamdan uzoqroq yuring. Chunki tradingda kafolat yo'q. Faqat bilim va sabr bor. Tradingda bor budidan ajralganlar. Yana bir eng og'ir mavzulardan biri bor budidan, oxirgi pullaridan hatto qarz olib tradingga kirgan odamlar haqida. Men o'zim ko'rganman. Yigit kredit olib tradingni boshlagan. Avvaliga omad kulib boqdi, 2 hafta ichida natijaga kirdi. Keyin ochko'zlik uyg'ondi va pul esa yo'q bo'ldi. Nafaqat pul, balki asab, xotirjamlik yo'q bo'ldi. Boshqa bir tanishim to'yga yig'gan pulni traderga topshirdi. Bir oyda 2 barobar qilib qaytarib beraman degan. Pul ham yo'q, traderni ham boshqa ko'rmaysiz. Bu achinarli, lekin bu holat ko'payib boryapti. Ko'pchilik tradingga so'nggi imkoniyat sifatida qaraydi. Yo bo'ladi, yo tamom. Bu esa katta xatolik. Tradingga faqat ortiqcha pul bilan kiriladi. Oilaviy pul, kredit, qarz bu sohada ishlatilmasligi kerak. Bu sohada bosim kuchli. Agar siz bosim ostida savdo qilsangiz, asabiylashsangiz, xatoga yo'l qo'ysangiz, noto'g'ri qaror qabul qilsangiz, shunday qilib bor narsangizdan ham ajralasiz. Trading bu sadoqatli yuradiganlar uchun. Siz o'zingizni yo'qotib, oxirgi umid bilan emas, aql va tayyorgarlik bilan kirishingiz kerak. Agar yo'qotganingiz sizni barbod qilsa, bu yo'l siz uchun emas. Faqat o'ziga yo'qotsam ham o'rganaman deya olganlar bu sohada yashaydi. Trading siz uchunmi? Endi gapni ochiqchasiga aytamiz. Boshidan beri eshitgan bo'lsangiz, endi o'zingizga savol bering. Trading men uchunmi? Bu juda muhim savol. Chunki bu yo'l har kimga mos emas. Bu sohada pul qilish mumkin, lekin bu yo'l har bir odamning ruhi, sabri, asabi, fe'l-atvori bilan bog'liq. Har kim bajara olmaydi. Siz ham har kuni grafikka qaraysiz. Har kuni savol berasiz. Kiraymi, chiqaymi, kutaymi? Foyda qilgan kunlaringizda bosh ko'targingiz keladi. Yo'qotgan kuningizda o'zingizni yemasdan tura olmaysiz. Bu holatga tayyormisiz? Yana bir gap, bu yerda sabr hamma narsadan muhim. Siz bir oyda boy bo'lmaysiz. Balki 6 oyda faqat o'rganasiz. 1 yilda savdo qilishni o'rganasiz. Foyda esa undan keyin boshlanadi. O'shanda ham siz sabr bilan ishlay olasizmi? Bundan tashqari siz har bir savdoda o'zingizni boshqara olasizmi? Yo'qotgan paytda yana kiraman, qaytaman demasdan to'xtay olasizmi?
yoki asabga berilgan agressiv, sabrsiz odam bo'lsangiz, trading sizni yutadi. Qonni so'rib, oxir oqibat chiqa olmaydigan jar yoqasiga olib boradi. Trading bu hayot tarzi. Bu soha sizni ichingizdan yengadi yoki siz uni ichidan yengasiz. Agar siz sabrli bo'lsangiz, sovuqqon, rejali bo'lsangiz, bu yo'l sizniki. Agar siz emotsiya bilan yashasangiz, tez boy bo'laman deb o'ylasangiz, bu yo'l sizni yemiradi. Qani endi o'zingizga to'g'ri javob bering. Siz trader bo'lishga tayyormisiz yoki shunchaki orzudamisiz? Agar ushbu video orqali hayotda sizni to'g'ri qaror qabul qilishga chaqirgan bo'lsak, fikringizni biroz bo'lsa-da ijobiy tomonga o'zgartirishga sababchi bo'lgan bo'lsak, biz bundan mamnunmiz. Bizning bosh hamkorimiz Senorama platformasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, ushbu qo'ng'iroqchani bosib, like bosishni unutmang. Yana ana shunday foydali va qiziqarli ma'lumotlar bilan Qadam loyihasida ko'rishguncha omon bo'ling.